أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah Teala'nın iltifatı ile Sure Nisa'nın 60. ayeti geldik. Oldingi oyatda Alloh taolo mu'minlarni, Allohga va payg'ambarga ish egalariga bo'ysunishga, ashta itoat qilishga buyurganligi haqidagi oyatni o'qib o'tgandik. Endi ma oyatda shu Allohning hukmiga bormay e, boshqa narsaning hukmi bo'yicha ish qilinmasi qanday bo'lganligi haqidagi mazmun so'zindi ekan. Alloh taolo shundoq deydi: Astaidu billah. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Yani bu ayetin nazil oluş sebebi nima ekan desa, bir Yahudi bilan bir munofiq davolashib qolgan vaqtda munofiq Ka'b ibn Ashrafning yoniga beribdi. O shu Ka'b ibn Ashrafniki hukm pichib qo'yish uchun shuning yoniga borgan deydi. Shuni chaqirib kelgan. Yahudi bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoniga bordi deydi. Payg'ambar alayhisalom chaqirib shuning yoniga bordi. Bu ikisi payg'ambar alayhisalom yoniga kelgandan keyin shundan payg'ambar alayhisalom Yahudiniki gapi haq ekan deb shu bo'yicha hukm qildi deydi. Bunga munofiq rozi bo'lmadi. Shundan bu ikisi Hazrati Umar roziyallohu anhu yoniga kelib bo'lgan ahvollarni Yahudi Hazrati Umarga deb berdi ekan. Degandan keyin munofiqqa Hazrati Umar munofiq deydi ekanda, buning ma Yahudin degan gap emas, rasmi shunday bo'lganmi desa, munofiq rost shunday bo'lgan degandan keyin Hazrati Umar munofiqni o'ldirib etgan deb tushunadi. Demak, Allohning Rasuliga kelmagan odam boshda da'vo dastur ishladi emasdanda. O'sha kelmagan bo'lsa bir musulmon. Bu chog'da uning oxirati mushta bo'ladi demakki. Alam tara الذين يزعمون أنهم yine sana nazil kılınan kitapka, yani Kur'an'a ve senden burun nazil kılınan kitaplarga, yani Tevrat'a ve İncil'e iman keltirdiği devalgan kişiler, yani münafıklarını görmedin mi? Ular erzine şeytanın olduğa ilip barmakçı buluyordular. Halbuki ular şeytanı inkar kılışka buyurulgan, şeytan ularını çonkur ozduruşunu halaydı. Bu yerdeki tağuttan maksat kim o dese, şu Kâb ibn Eşref degan şu kafirin bu şirk. Bu nayet ozgulluğu köp. Et-tağut deyişki maksat el-kethiru tuğyan. Yani ozgulluğu köp boğaşka şunu et-tağutta batılgan deydi. Vakat umiru en yekfuru bihi. Halbuki müminler bolsa onunla yani aş tağutga küpürlük kılışka buyurulgan. Yani dost tutmaslıkka buyurulgan. Şeytan bolsa ularni çonkur ozduruşni, haqdan qoydirib o'tishni iroda qildi deydi. Ve izâ qîle lehum ta'âlev ilâ mâ enzelallah ve iler rasul. Agar ularga Alloh nozil qilgan narsaga, Alloh Qur'oni Karimda nozil qilgan hukmga va payg'ambar alayhissalomning hukmiga kelinglar. Ne payg'ambar alayhissalom sening oranglarda hukm pichib qo'yish uchun shu Rasulullohning kelinglar deyilsa, munofiqlarningki sendan yuz o'rganligini ko'rasan deydi. Yasudduna sududa degan sendan qattiq yuz o'rganligini. Senden başka bir hukm pichib qo'yilgan narsaning borlig'ini ko'rsan demoqchi. Fakayfa yasnaun. Ular qanday qiladi? İza asabatuhum musiba. Agar ularga bir musibat, yani azob uqubat yetsa, ularning qo'llari qilgan narsa bilan, yani ularningki qilgan qilmishlari, kufrliklari, gunoh ma'siyatlarining sababi bilan ularga bir musibat yetsa, ular qanday bo'lib ketadi? Yani ular shu azob uqubatdan yuz o'rishga, uni qechishga qodir bo'lalamdi. Yani Allah'ın Resulü'nün hükmü kiranlar ise kelmeydi. Ondan kaçıdı.
Hem de aşında kılmışlarının sebebi bilen Allah'tan ulağa bir azap ukubat gelse onunla kaçalım diken demek için. Ya bizim kaçalmaydı. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Ondan ular senin yanına kelidu, kelip Allah'ın namı bilen kısam kılgan alette. Yani biz maksat kılmagan edik, senden başkalarınınki yanına berip hüküm pichip koyuşuga e, maksat kılıp berişimizde fakatla ihsan yani sülh kılışını ve tevfikini irade kılgan edik deydi. Yani tevfikten maksat hükümde takrib degan hükümde osonlashtirish bilan ikki da'vogarninki orasini ulfatleştirishni maqsad qilgan to'q. Ya'ni haqiqatni ochiqlikqa elib bormasinlar. e, Bizim işte bir oson bir hukm bilan qalblarini bir birlashtirib qo'yaylik deganni maqsad qilgan to'q deb turib oldi. Yine bularniki yag'an o'ziri seviyadi. Ja'uka degan ma'tufun ala yasuddun. Boshqa yasuddun degan so'zga aytib ekan. Ya'ni munofiqlarninki sendan qattiq yuz o'rganligini ondan sening yoniga kelib Allohning nomi bilan qasam qilib mundoq deganligini ko'rasan demoqchi. Ma tafsir o'chayotgancha. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Anuşlar yani münafıklar yalan ediyor. Allah onların dillerindekini yani münafıklıkni, mekrini biliyor. Ulardan yüz örgün, ularga nasihat kılgın, ularga tesirlik sözlerini kılgın. Biz her qanday payg'ambarni faqat itoat qilish uchun avatdiq. Unga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarimiz ular uchun mag'firat tilasa edi. Albatta, ular Allohni kechirim qiluvchi, nihoyat mehribon topatdi. Ularning mafi qulubihimdagi madim maqsad nifoq va ularning yolg'onchiligi o'zlari aytishda yolg'on gap qilganlikdan iborat qalblaridagi narsani Alloh biladi o'shalarni. Boshqa sen ulardan yuz o'rgin. Biz shafhi degan fa'arid anhum. Fa'arid anhum bis shafhi. E, ularga parvo qilmay yuz o'rgani demoqchi. Utrukhum va la tuaqibhum va la tuatibhum demoqchi. Va'izhum ularga vaz nasihat qilgin. Ya'ni Allohni tirg'ilib ularni qo'rqitgin. Ularga va yana ularning nafslari haqida baliq so'zni ta'sir qilgan, ularning qalblariga ta'sir qilgan so'zlarni qilgin. Ya'ni uzjuruhum liyarji'u an kufrihim. Ya'ni kufrliqlardan qaytish uchun ularni to'sqin, rad qilgin demoqchi. Endi payg'ambarning va da'vatchilarningki vazifasi shu insonlar endi iymon etmaydigan holat bo'lsimi, ularga shu nasihat qilish kerak. Ta'sirli so'zlarni qilish kerak demoqchi. Yine iman etmese onun hesabını Allah'a özü bilir. Ve ma erselna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Miyademde peygamberninki vazifesi nima deganini bayon qilib turadi Alloh taolo. Evet muduq biz qandaylik bir payg'ambarni magar obatib qolsak, shu maqsad evetdiki itoat qilinish uchun u buyurgan ishlarda va hukm qilgan ishlarda boshqalar tarafida itoat qilinish uchun, ya'ni boshqalarning shu payg'ambarga itoat qilishi uchun evet Allohning izni bilan, ya'ni Allohning amri bilan. La yu'sa va yuhalafa. Yani payg'ambarga osiylik qilinishi va muxolif ish harakatlarning qilinishi uchun emas, balki uni itoat qilish uchun evatdir. Walau annahum agar ular ash munofiqlar o'zlariga zulm qilgan vaqtda, ya'ni shu tag'utni berib hüküm pichib qo'yishini talab qilib shuni bag'ancha berish orqali o'ziga zulm qilgan vaqtda uningkin sening yaningga kelsa, ya'ni tövbe qilgan holatda kelsa, ondan ular Allohdan mag'firat talab qilsa va payg'ambarimiz ularga mag'firat talab qilsa edi, albatta ular Allohninki ularning tövbesini qabul qiluvchi va ularga rahim qiluvchi zot ekanligini topgan bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo rahimli zot bo'lg'achqa mushundaq ig'ir gunoh ishlarni qilsinmi insonlar. Yana keyin qilmishining xatoligini tunib,
Allah'a tövbe kılıp istiğfar etse Allah Teala tövbeni kabul kılıcı rahim dizi zattor. Doğru. Yine festağfiru degende festağfirullah ve estağfir lehumur rasul degende iltifat var deydi. Kitaptın buruluş. Dastlabda ikkinchi shaxs tilida so'zlab kelyapti. Bu yerdan uchinchi shaxs yetib keldi. Yine payg'ambar ularga mag'firat talab qilsa degan iborada. Bunida buningki sha'nini tafhim qilish bor. Cho'ng ko'rsatish. Fala va robbika la yu'minun. Ma'no muhim gap bu. Har bir mu'minga har bir mu'min kishi bilishi tegishi bo'lgan muhim gap. Rabbim bilan qasamki, ular iymon etgan bo'lmaydi. Bu yerda fala deb beshida la bir qadim kelgandiki, man ikkinchi lani ziyoda deyapman. Hattoki ular seni hukm qilishga talab qilmoqchi. Fima shajara baynahum. Ularning orasida e, yuz bergan ishlarda seni hukm qilishga talab qilmoqchi. Ondan topmaydi ular ko'ngillarida qilchilikmi bir haraj, ya'ni shakni, bir qisqinchilikni topmaydigan bo'lmoqchi. Sen hukm qilgan ishda ve yusallimu teslima ve ular senin hükmünge tuluk boysunmagucha hech qanday bir qarshilashmasdan to'liq bo'ysunmaguncha ular iymon etgan bo'lmaydi. Yani iymonning taqozosi nima desa, shariatga kelish demoqchi. Alloh va Allohning rasuli chiqargan hukmga bo'ysunish, shariatga kelish. Mana haqiqiy iymonning taqozosi. Masalan, er-ayollar davolashib qoldi, ayoli masalan shariat bo'yicha bir taraf qilamiz deb bir ustozning çoğurak ölümanın yanına beripti deydi. Bağım olsam da o ölüma yerini çağırtıptı. Sizlerni şeriat boyunca hüküm ayırıp koyle miye kilinglarmisa deb çağırtkan bolsa men şeriat kelmeymen deb tursa şu yerda yerendi. Ama yerda men de imanга zid keldigan bir ishni qilgan bo'ladim. Endi shariat qat'iy kelmeymen deb shariatni inkor qilish maqsadi degan bo'lsa bu yerda kofir bo'lib ketadi. Meni o'zimning meniki deganim qat'iy to'g'ri. Men shariatni ayirib qo'yishga bo'ysunmayman deb shariatni inkor qilgan bo'lsa shariatning hukmini u yerda inkor qilganlikni o'zi endi kufrga olib borgan qilmish. Lekin bu yerda ashunda ahvollardami ba'zi kufrlikqa boradi, ba'zida munofiqlikqa boradi, ba'zi gunoh kabirga boradi deb mana oril ekan. Har birisining hukmi ayrim ayrim. Alloh taolo hammalarni iymonimizni mustahkam qilsin, o'zining shariatiga bo'ysunishlarni qatoridan qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك